Dangasalar bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir podsho bo'lgan ekan. Kunlardan bir kun podshoga qishloqning chekkasida 3 dangasa ochlikdan o'lay desa ham mehnat qilishni xohlashmayapti degan xabarni yetkazishibdi. Podsho odamlariga o'sha 3 dangasani huzuriga keltirishni buyuribdi va oralarida qaysi biri eng dangasa ekanligini bilmoqchi bo'libdi. Uchala dangasani olib kelishibdi. Podsho ularga alohida xona va xizmatkorlar beribdi. Dangasalar kuni bo'yi yotar ekan. Ovqat olib kelishsa ham zo'rg'a o'rnlaridan turib ovqat yeyishar ekan. Podsho orada kirib, dangasalarning holidan xabar olib turar ekan. Lekin shunda ham podsho qaysi biri eng dangasasi ekanligini bilmas ekan. Oxiri podsho dangasalarning xonasiga o't qo'yishni buyuribdi. Shunda dangasalarning birinchisi ishlar chotoq, xona yonyapti. Bu yerdan tezlik bilan qochish kerak. Qo'ysang-chi, yugurishning o'zi bo'ladimi? Debdi ikkinchisi. Tavba, qanday qilib gapiryapsizlar-a? Debdi uchinchi dangasa. Shunday qilib podsho dangasalarni yaxshigina bilib olibdi. Uy esa dangasalar bilan qo'shilib yonib kul bo'libdi.